Defibrillator with monitor. Ushbu uskuna 1 va 2 darajali tezkor yordam ko'rsatuvchi hamda malakali tibbiyot xodimlari tomonidan yurak kasalliklari bilan bog'liq favqulodda holatlarda bemorga elektr zarbasi berib, normal yurak ritmini tiklash uchun mo'ljallangan yurak zarbasi beruvchi uskuna defibrillator hisoblanadi. Bir martalik yostiqchalar yoki yordamida qo'lda defibrillatsiya, manual defibrillator yoki avtomatik tashqi defibrillator, avtomatik external defibrillator usuli orqali yurakka elektr zarbasi berish mumkin. Sinxron yurak ritmini tiklash, sinchronized tardiversion va yurak urishini tartibga solish, patching funksiyalarini taqdim etadi. Bemorning holatini kuzatish funksiyasi, patient monitoring mavjud bo'lib, ushbu funksiya tezkor yordam ko'rsatuvchi va malakali tibbiyot xodimlari uchun qulay ishlatiladi. Tarkibi. Asosiy blok main unit, kattalar uchun elektrod yostiqchalari, adult pad ulash kabeli, 3 qo'shimcha, 3 liat, ek kabeli, ek elektrodlari, adapter, batareya, skarta o'quvchi, start reader, skarta, ayolagi, load. Quvvat kabeli, power table va chop etish qog'ozi, print paper. Tarkibiy qismlar. Batareya bo'limiga ulanadi. Ulashda 2 yonidan bosib mahkamlang. Yana bir marta bosib, yaxshi mahkamlanganini tekshiring. Adapter bo'limiga ulanadi. Xuddi shu usulda 2 yonidan bosib mahkamlang, batareyadek yana bir marta bosib tekshirib qo'ying. Quvvat kabelini ulang va rozetkaga taqing. Pad adapterini uyasi o'rniga to'g'rilab bosib ulang. Ajratishda qulflash, lever tutqichini pastga tushiring va oling. Pad 2 bo'lakdan iborat, uyasi o'rniga moslab ulang. 3 liat kabelini belgilangan yo'nalishga moslab ulang. Ek elektrodlarni kabel uchiga moslab ulang. Printerning qog'ozini almashtirish uchun kok, lever, tutqichni tortib oching, qog'oz yuqoriga qaragan holda joylashtiring va yoping. Kartani qurilma yonidagi rezina qopqog'ini ochib, ekrandagi ko'rsatmaga mos yo'nalishda joylashtiring. Chalq ovozi chiqquncha ichkariga itaring. Monitor ekranining tarkibi. Chap yuqori qismda hozir ishlayotgan rejim ko'rsatiladi. Orta qismda kabel ulanayotganini bildiruvchi belgilar, ikonalar chiqadi. Vaqt qurilma ishlayotgan vaqtni ko'rsatadi. Quyida hozirgi sana va vaqt ko'rsatiladi. A. Batareya quvvati. B. At quvvati belgisi. At ulanmagan bo'lsa, H belgisi chiqadi. At ulangan bo'lsa, 2 bo'lak yonib, zaryadlanayotganini bildiradi. Yuqori serviche qismida muammo bo'lsa, qizil chiroq yonib, tekshirish kerakligi haqida ogohlantiradi. At ulangan belgisi yonib turadi. Batareya zaryad olayotganda chiroq miltillaydi. Zaryad tugaganda miltillamay, doimiy yonib turadi. Menyu tugmachalari tavsifi. Asosiy menyu. Monitor rejimida foydalanish mumkin. Menyu tugmasini bosib ochiladi. 1. Bemor ma'lumotlari. Bemor haqidagi ma'lumotlarni kiriting. 2. Alarm sozlamalari. Heart rate, BIM chegarasini belgilaysiz. Chegaradan chiqsa signal chalinadi. Pulse, SPO2, qo'llanilmaydi. VTF asistole, ventrikulyar fibrillatsiya, taxikardiya va yurak to'xtashi holatida signal beriladi. Tapnograf, qo'llanilmaydi. Alarm pauza time, alarmni vaqtincha to'xtatganda pauza davomiyligini belgilash, NEP, qo'llanilmaydi. 3. Qurilma sozlamalari, voice recording, ovozni yozish on-off, faqat AID rejimida. Volume, ovoz va alarm darajasini sozlash beep on-off. Date time, qurilma sana va vaqtini sozlash. Tort filter H4 display EMS 1.30 Hz yoki monitor 5.40 Hz filtrini tanlash. Default EMS H4 printing EMS 1.30 Hz monitor 5.40 Hz diagnostic 5.5 150 Hz default EMS H-line filter elektr manbaiga mos 60 Hz yoki 50 Hz tanlash. Default 60 Hz.
5. Bluetooth qo'llanilmaydi. 6. Gain sezgirlik signal sezgirligini sozlash. Signal juda baland yoki past bo'lsa, qulay darajaga o'zgartiring. Default on Sektor 1 yuqori qator, sektor 2 pastki qator. 7. Data management foydalanilgan datani tekshirish. Event review review copy data erasini tanlash. Data management tugagach, exit qilinsa, uskuna qayta ishga tushadi. 8. Printer auto mode defibrillatsiya zarbasini berishdan so'ng avtomatik chop etish rejimini o'rnatish funksiyasi on-off tanlab ishlatiladi. Manual print duration. Printer tugmasi bosilgandan keyin chop etish davomiyligini sozlash funksiyasi. Menu tugmasi bilan davomiylikni 10 soniya oraligida o'zgartirish mumkin. 30 soniyadan 3 daqiqagacha sektor. Chop etish tugmasi bosilganda qaysi vital sign sektorlarini chop etish sozlamasi. Sektor 1 faqat sektor 1 ni, sektor 2 esa sektor 1 va sektor 2 ni chop etadi. 9. Auto analizing rejimida auto analizing sozlamasini o'zgartirish mumkin. On mode padlar bemorga to'g'ri ulanganida avtomatik ravishda analiz qilinadi. Off mode start analysis tugmasi bosilgandan keyin tahlil qilinadi. Tugma tavsifi. Zaryadlash va zaryadlash tugmasi. rejimida bemorni tahlil qilgandan so'ng, zaryadlash, charge tugmasini bosib zaryad to'liq bo'lganda shot tugmasi orqali elektr zarbasi beriladi. Manual qo'lda rejimida ham energiya sozlanganidan so'ng, zaryadlash, charge tugmasini bosib zaryadlash boshlanadi va shot tugmasi orqali elektr zarbasi beriladi. Sync tugmasi monitor rejimida bemorning signalini tahlil qiladi va defibrillatsiya energiyasini kurs to'lqini bilan 60 ms ichida sinxronlashtiradi. Manual defibrillator va pacher rejimlari sinxron kardioversiya uchun ishlatiladi. Pacher mode button pacher rejimlaridan fihet mode yoki demand mode tanlash. Invaziv bo'lmagan yurak pating terapiyasi uchun pacher rate seleksion button pating tezligini boshqaradi. Chap va o'ng tugmalar bilan sozlanadi. Pacher turent seleksion button pating oqim darajasini chap va o'ng tugmalar orqali sozlash. Pacher start stop button pating terapiyasini boshlash va to'xtatish. Home button menu sozlamalarini o'zgartirish vaqtida ushbu tugma orqali menyudan chiqish. Nep button qo'llanilmaydi. Print button real vaqt rejimida real time ma'lumotini chiqaradi yoki chop etish jarayonini to'xtatadi. Event button bemorga berilgan dori ma'lumotlarini kiritish. Layout selection button linkda ko'rsatilgan chiziq ini layoutini tanlash mumkin. Pad ishlatish bo'yicha yo'riqnoma. Padlar ochilmagan holatda maxsus qadoqlangan paketda muhrlangan shaklda taqdim etiladi. Foydalanishda pad ulash kabeli orqali uskuna bilan birga ulanadi. Pad uskuna tomoniga ulanadigan qism va inson tanasiga yopishtiriladigan pad qismlaridan iborat. Pad ulash kabelini avval uskuna tomoniga ulang, so'ng pad konnektor qismini aniq moslab biriktiring. Padni inson tanasiga yopishtirishda foydalanuvchi qo'llanmasida ko'rsatilgan joylarga muvofiq yopishtirish kerak. Kattalar holatida pad o'ng yoqa suyagi ostiga, pad esa chap qovurg'aning pastki qismiga yopishtiriladi. Chaqaloqlarda padlar tananing old va orqa tomonlariga yopishtiriladi. Pad yurakning rejimi yoki pacher funksiyasi ishlatilganda qo'llaniladigan maxsus pad hisoblanadi. Shuning uchun mos rejimga qarab padni to'g'ri ishlatishingiz lozim. Rejimidan foydalanish bo'yicha yo'riqnoma. Hozir ko'rayotgan uskuna haqiqiy mahsulot tarkibiga kirmaydi, balki o'tkazish uchun alohida tayyorlangan simulyator va maxsus kabeli yordamida namoyish etilgan misoldir. Haqiqiy foydalanishda esa mahsulot bilan birga berilgan rasmiy tarkibiy qismlardan foydalanish kerak. Rejimini birinchi marta ishga tushirganda, ovozli yo'riqnoma orqali pad konnektorini ulash kerakligi haqida xabar eshitasiz. Shu paytda pad konnektorini uskuna bilan ulang. Shundan so'ng padni inson tanasiga yopishtiring degan ovozli ko'rsatma eshitasiz. Keyinchalik holatini simulyatsiya qilish uchun kabeli ulanadi va u inson tanasiga padlar yopishtirilgan holatni qayta tasvirlaydi. Bu jarayon uskuna to'g'ri ishlayotganini tekshirish uchun bajariladi hamda haqiqiy ish sharoitlariga o'xshash holatda o'tkazish maqsadida amalga oshiriladi.
Padlar bemor tanasiga to'g'ri yopishtirilgandan so'ng, bemorning yurak ritmi avtomatik tarzda tahlil qilinadi. Yurak faoliyatining elektrokardiogramma to'lqini uskuna ekranida aks etadi. Manual analizis rejimi. Bemorning yurak faoliyatini tahlil qilish uchun analize nomli yumshoq tugmani bosing. 2. Shu paytda if no pulse, press, analize, agar puls bo'lmasa, analize tugmasini bosing degan ovozli va matnli xabar chiqadi. 3. Shuning uchun, qoldi tahlil rejimi da foydalanuvchi natijasiga muvofiq ekrandagi bemorning etisiga qarab qurilmadan foydalanish kerak. 4. Bundan tashqari, agar tahlili defibrilyatsiya zarurligini aniqlasa, qurilma elektr zarbasini bergandan so'ng bemorning etisini avtomatik ravishda qayta tahlil qilmaydi. Buning o'rniga analize tugmasini yana bosib, ekni qayta tahlil qilish kerak. Ogohlantirish. Bemor harakatlanayotgan paytda tahlilini amalga oshirmang. Tahlili davomida bemor mutlaqo harakatsiz bo'lishi kerak. Tahlil jarayonida bemorga tegmang. Tahlilini boshlashdan oldin stretcher yoki transport vositasini to'liq to'xtating. Amalga oshirish. Tahlil natijalari va ovozli ko'rsatmalarni tekshirish. Agar bemorning tahlili natijasida defibrilyatsiya zarur deb topilsa, elektr zarbasi berish bo'yicha ovozli ko'rsatma eshitasiz. Agar defibrilyatsiya zarur bo'lmasa, bemorning holatiga qarab chipir, yurak o'pka reanimatsiyasi va doimiy kuzatuvni davom ettirish haqida yoriq beriladi. 2. Davolash jarayoni. Defibrilyatsiya energiyasini zaryadlash uskuna avtomatik tarzda zaryadlanishni boshlaydi. Zaryadlanish jarayoni quyidagi displey orqali kuzatiladi. Zaryad to'liq bo'lgach, signal beep chalinadi va shok tugmasi miltillay boshlaydi. 2. Defibrilyatsiya energiyasini berish. Shok tugmasini bosish orqali defibrilyatsiya energiyasi bemorga uzatiladi. Energiya sizib chiqishi oqibatida jarohat yetkazilishi mumkin. Shuning uchun bemor bilan aloqada bo'lmang. Tugmani bosishdan oldin atrofdagilarga baland va aniq ovoz bilan orqaga chekinishlarini ogohlantiring. 3. Chipir bajarish. Uskunasi chipir yurak massaji jarayonida yordam beruvchi ovozli va matnli yo'riqnomalarni taqdim etadi. Rejimida defibrilyatsiyasiz chipirni amalga oshirish uchun start chipir yumshoq tugmasini bosing. Chipir tezligi, bosim, nafas olish, chipir tipi 32 yoki chipir tipi 15 yumshoq tugmalari orqali tanlanadi. Uskunasining samarali zarba darajasi kattalar uchun 200 bolalar uchun 50 batafsil ma'lumot uchun foydalanuvchi qo'llanmasiga murojaat qiling. Padlardan foydalanish bo'yicha yo'riqnoma. Simulyatorni bemor deb hisoblab, yurak ritmini tekshiring. Aniq energiya qiymatini belgilang va sariq tugmani bosib zaryadni boshlang. Zaryad to'liq bo'lgach, padlarning old qismida joylashgan toq sariq tugmalarni bir vaqtning o'zida bosib, shok zarbani amalga oshiring. Ogohlantirish. Bemor harakatlanayotgan paytda tahlilini amalga oshirmang. Tahlili davomida bemor mutlaqo harakatsiz bo'lishi kerak. Tahlil jarayonida bemorga tegmang. Tahlilini boshlashdan oldin stretcher yoki transport vositasini to'liq to'xtating. Monitor rejimi displeyi haqida tushuntirish. Chap yuqori burchakdan boshlab tushuntirib o'tamiz. Hozir ishlayotgan rejim turi ekranda ko'rsatiladi. O'rta bosh joyda kabel ulanish holatini bildiruvchi belgi, ikonka chiqadi. Vaqt ko'rsatkichi. Uskunaning ishlash vaqti real vaqt rejimida namoyon bo'ladi. Shuningdek, joriy sana va vaqt displeyda aks etadi. Hudud o'rnatilgan batareyaning quvvat darajasini bildiradi. Bu hudud adapter ulanib ulanmaganiga qarab holatini o'zgartiradi. Agar ulanmagan bo'lsa, belgisi chiqadi. Agar quvvat ulangan bo'lsa, zaryadlanish belgisi 2 katak shaklida ko'rinadi. Bu normal holat hisoblanadi. Xizmat ko'rsatuvchi indikator chirog'i uskuna ichida nosozlik yuzaga kelganda qizil chiroq yonib, tekshirish zarurligini bildiradi. Kabeli ulangan bo'lsa, shu indikator chirog'i yonadi. Agar batareya belgisi miltillasa, bu zaryadlanish jarayonida ekanini anglatadi. Zaryad to'liq tugagach, indikator miltillamay, doimiy yonib turadi. Monitor rejimi qo'shimcha tushuntiruv.
Monitor rejimi holatida Liat tugmasini bosish orqali II yoki PADS kabi turli Liat turlarini o'zgartirish mumkin. Etk signalining sezgirligini sozlovchi tugma orqali to'lqin va waveform hajmini o'rnatish mumkin. Bu orqali to'lqin shaklini kattaroq yoki kichikroq ko'rsatib, foydalanuvchiga vizual jihatdan yanada aniq ko'rish imkonini beradi. Pastki qismdagi Liat tugmasi ham xuddi shu funksiyani bajaradi va qo'shimcha ravishda boshqa variantlarni tanlash yoki sozlash imkonini beradi. Mazkur uskuna modeli 3 ta Liatgacha III qo'llab-quvvatlaydi. 3 Liat kabel va elektrodlarni ishlatish bo'yicha yo'riqnoma. 3 Liat kabel yurak ritmini o'lchash uchun mo'ljallangan asosiy tarkibiy qismdir. Elektrodlar inson tanasiga yopishtiriladi va yurakdan kelayotgan elektr signallarni sezish vazifasini bajaradi. Elektrodning ulash teshigi bilan kabel Liat teshigini aniq moslab biriktiring va uchala Liatni ham xuddi shu tartibda ulang. Monitor rejimida ishlashni boshlagach, elektrod kabelini uskunaga ulang. Elektrod yuzasida shaffof himoya plyonkasi mavjud, uni to'liq olib tashlang va elektrodni aniq joylashuviga moslab yopishtiring. R elektrodini o'ng yoqa suyagi ostiga, L elektrodini chap yoqa suyagi ostiga, L elektrodini chap qorinning pastki qismiga yoki chap oyoqqa yopishtiring. Etk elektrodlarini yopishtirgandan so'ng, ekranda xr, bpm ko'rsatkichi chiqayotganini tekshiring. Ushbu tushuntirish inson tanasida ishlatish bo'yicha yo'riqnoma hisoblanadi. Aniq uskuna testi uchun esa simulyator yoki maxsus uskunasidan foydalaning. Pater rejimi. Pater rejimi AID rejimi kabi maxsus padlardan foydalanadi. Ushbu namoyishda ham A uchun tayyorlangan kabel ishlatiladi. Uskuna boshqaruv panelida mode, rate, turrent, start pause tugmalari mavjud. Mode tugmasi yordamida FIHED rejimi yoki demand rejimini tanlash mumkin. FIHED rejimi bemorning ich holatidan qat'i nazar, ma'lum interval bilan elektr stimulyatsiyasini yuborib, yurakni urishiga yordam beradigan rejimdir. Demand rejimi bemorning etkisini real vaqt rejimida kuzatib, faqat normal elektr signali sezilmasa, elektr stimulyatsiyasini yuboradigan rejimdir. Rate qiymatini sozlash orqali 1 daqiqadagi stimulyatsiya soni ppm oshiriladi yoki kamaytiriladi. Turrent qiymatini sozlash orqali tok kuchi 5 birlikdan oshirib yoki kamaytirib o'rnatiladi. Start pause tugmasi yordamida stimulyatsiyani boshlash va to'xtatish mumkin. Padlarni ulab FIHED rejimida qilamiz. FIHED rejimi bemorning ich holatidan qat'i nazar, ma'lum interval bilan elektr stimulyatsiyasini yuborib, yurak urishini rag'batlantiradi. Demand rejimi bemorning etkisini tahlil qiladi va faqat normal signal mavjud bo'lmasa, stimulyatsiya yuboradi. Shuning uchun 3 Liat kabelni ulash bo'yicha ovozli ko'rsatma chiqadi. 3 Liat kabel ulanganidan so'ng, elektr stimulyatsiyasi bemorning ich holatiga mos tarzda beriladi. Manual rejimi. Rotorli rotari kalitning 1 on oraligini tanlab, menyu tugmasini aylantirib, 1 on oraligidagi kerakli energiya qiymatini belgilash mumkin. Rotorli rotari kalitni aylantirib, kerakli energiya qiymatini tanlagach, charge tugmasini bosib energiyani zaryadlang. Zaryad to'liq bo'lgach, shok tugmasini bosib elektr zarbasini bering. Aloat ishlatish bo'yicha yo'riqnoma. Aloat monitor rejimida qisqa testlarni bajarish uchun ishlatiladi. Menu Devite Management Itself ani tanlang. Ko'rsatmalarga amal qilib kabelni ulang va energiya qiymatini 150 joule ga sozlang. Charge shok menu ok 50 ohim qarshilikni ulash bo'yicha ko'rsatma paydo bo'lganda aloatni ulang. Ko'rsatmalarga muvofiq shok tugmasini bosing. Natijalari ekranda ko'rsatiladi va chop etiladi. Aloat uskuna funksiyalarini tekshirish va texnik xizmat ko'rsatishda ishlatiladigan vositadir. Stkarta va stkarta o'quvchi. Uskuna tarkibida stkarta va stkarta o'quvchi mavjud. Stkarta uskuna chap tomonidagi slotga kiritiladi. Kiritishda kartaning old tomoni uskuna orqa tomoniga qaragan holda joylashtiriladi va klik ovozi eshitilgunga qadar to'liq suriladi. Shunda karta to'g'ri o'rnatilgan hisoblanadi. Kiritgandan so'ng rezina rubber qopqog'ini yoping. Saqlangan ma'lumotlarni boshqarish uchun menu Devite Management Data Management menyusini tanlang.
Uskunada ishlash davomida yozilgan barcha ma'lumotlarni ko'rish mumkin. Dialni aylantirib, kerakli ma'lumotni tanlang va ST-kartaga nusxa ko'chiring. Birinchi bosqichda ma'lumot uskuna ichida saqlanadi. Keyin copy data jarayoni orqali ST-kartaga ko'chiriladi. ST-kartaga ma'lumot avtomatik saqlanmaydi. Uzatish tugagach, ekranda copy completed xabari chiqadi. ST-kartaga nusxa ko'chirish tugagach, uskuna to'g'ri o'chirilib, ST-karta bir marta bosib xavfsiz tarzda chiqariladi. Chiqarilgan ST-kartani ST-karta o'quvchisiga joylashtirib, kompyuterga ulab, saqlangan ma'lumotlarni tekshirish va zaxira qilish mumkin. Tomosha qilganingiz uchun tashakkur. Ushbu video YouTube'da ham mavjud. Medline Medical